Shu mashinani Toshkentdan biz oldimizga maxsus hadovoylarni qildirish uchun olib kelgan ekanlar. Hadovoy tomonlarini yumshoq qilib berdik. Balonlari ham yetib kelgan ekan. Balonlari charchagan ekan. Balonlarini ham charmxo balonlaridan qo'yib berdik. Balon narxi menimcha hammaga qiziq bo'lsa kerak. Charmxoni originalini Tracker donasini $61,5 oldik. Undan tashqari mashinamiz 44 ming kilometr yurgan ekan, benzinda harakatlangan ekan shu paytgacha. Bu mashinamizga propan ustunovkasini ham qildirib berdik. Yevropa gaz SOS bor Namanganda, bilasizlar. Kuchli ustalar ishlashadi. Gaz ustunovka bo'yicha chempion ustalardan biri. Gazlarini ham 60 talik propan gaz ballonlarini qo'ydirib, sozlab berdik. Xullas mashinani hamma ishini o'zimiz full holatda qildirib berildi. Ya'ni hadovoy qilindi, balon qo'yildi, razval, balansirovka va gaz ustunovka. Agar sizda ham Tracker mashinasi bo'lsa, xuddi shunaqangi xizmatlarni to'liq narxi qiziqtirayotgan bo'lsa, yozib qoldiringlar, javob qaytarib qo'yaman va qildirib olishinglarni maslahat berib qolaman. Sababi benzinda yuradigan bo'lsanglar, birinchidan benzin narxi qimmat, ikkinchidan sifatli benzin topish hozirgi kunda muammo bo'lib qolyapti. Propan o'rnatadigan bo'lsanglar, shu muammolarni hammasini bartaraf qilgan bo'lasizlar. 47 talik zapaskani o'rniga tushadigani ham bo'ladi, 60 talikni zapaskani o'rniga tushadigani ham bo'ladi. Shu muammolarni 60 talik zapaskani o'rniga tushadigan balon qo'yib, 4 ta yumshoq charmxo balonlaridan qo'yib, hadovoylarini full holatda yakuniga yetkazib berildi. Undan tashqari 40 ming kilometrda avtomat korobka moylarini ham almashtirishlik kerak, bilasizlar. Avtomat korobka moylarigacha almashtirib berganmiz. Agar siz ham Onyx yoki Tracker mashinasini haydaydigan bo'lsangiz, shu ishlarni qildirib olishingizni maslahat berib qolamiz. Narxlari qiziqtirayotgan bo'lsa, yozib qoldiringlar, batafsil ma'lumotlarini berib boramiz.